Meni ko'nglimni bir xira qilgan narsa haqida aytib bermoqchiman. Bunga sababchi aynan koreys xolalar bo'lgan. Restoranda ishlayotgan paytimda ovqatlanish vaqti bo'lganda va koreys xolalar oshxonani ichida ishlaydigan ayollar edi. Biz birga ovqatlanamiz va ovqatlanish jarayonida gap ochilib ketgan. Birinchi xola aytyaptiki, o'zbek qizlari rosa chiroyli bo'ladi, bitta mashhur, eng mashhur koreyslar ham havas qiladigan koreys aktrisasi bor. O'shanga o'xshaydi va O'zbekistonda любой ko'chaga chiqqan bitta qiz aynan shu aktrisadek chiroyli bo'ladi degan tasavvurlari borda. Endi ikkinchi xola aytyapti, nima qilibdi bular zotto qarigan paytda juda ham xunuk qaraydi deydi. Va men shundoq yetgan joyimda to'xtab qoldimda, keyin stop, mayli, o'tkazamiz, chunki e'tibor bermaslikka harakat qildim, chunki bu narsa uni gapida ham jon bor edi, chunki u ko'rgan hozirgi qari ayollarimiz yoshliklarida yuzlariga o'xot qilish degan narsani bilishmagan. Mana endi yaqindan boshlab ayollarimiz o'zlarini yuzlariga o'xot qilib nima qilyapti. Keyin O'zbekistonda dengiz yo'q, koreyslarchalik yuzimiz, terimiz bilan katta farq qiladi. Поэтому endi bizada ayollar ham chiroyli bo'lib, oldindan chiroyli-ku, xujinli bo'lib yurishdi, anaqa qilishdi, boshlashdi. Ikkinchi mavzu ochildi va o'sha ikkinchi ayol aytayaptiki, meni bir tanishim Rossiyaga borib keldi va uni aytishi bo'yicha Rossiyaning go'shtlari Koreyanikidan bemasa ekan dedi. Va men unga e'tibor bermadim, chunki Rossiya bizga aloqasi yo'q va menga qarab turib, shu narsa rostmi? Sen o'zing ikkalasini ham yeb ko'rgansan-ku, aytchi qaysi go'sht mazaliroq dedi. Men aytdim, men Rossiyaning go'shtini yeb ko'rmaganman dedim. Nimaga sen Rossiyadansan-ku dedi. Excuse me dedim. Excuse me, men O'zbekistondanman dedim. Rossiya emasmi desam, nima qilibdi O'zbekiston Rossiyaga qaramku dedi. Shu bois bo'lib ketdi miyam bor-ku. O'zbekiston Rossiyaga bir 30 necha yildir oldin mustamlaka bo'lgan, lekin mustamlaka davlat bo'lgan, lekin ozodlikka chiqqaniga ancha bo'lib ketdi desam, nima qilibdi zato oldin bo'lgan-ku dedi. Oldin bo'lgan bo'lsa shunda hozirgacha ham qaram deyilaveradimi desam, ha deydi. Ha, xo'p dedim. Meniki ham keldi keyin. Unda Koreya ham Yaponiyaga qaramaganda hozir dedim. Yeyotgan ovqatida shunday hammasi stop bo'lib qoldi. Bir menda boshqa hammasi koreys edi-da. Hammasi dum to'xtadi. Keyin yonimda yana bitta men bilan birga zalda ishlaydigan xola bor edi. Keyin ovqatlanib bo'ldikmi, davay turaylik dedi. Darslarni yig'ishtirib ketyapti, чтобы urush boshlanib ketmasin, ey xudo deb. Lekin undan keyin ortiqcha gapirmadi u xolalar. Chunki o'zini anaqasiga tegib ketdi-da, nima g'ururiga tegib ketdi. Nafratlanib uni xafa bo'lishni istaydigandek gapirish nima keragi bor? Bar pichoq aylanib o'zingga tegadi-ku. Bu yoshi katta koreys avlodlari o'ylamay gapiradi. Siz yoqtirmasligi mumkin. Haligacha chet elliklarni qabul qilmagan yoshi katta avlodlar juda ham ko'p. Hali ham koreys tilini bilganim uchun shunaqa javob bera oldim. Bilmaydiganlar juda ham ko'p va ularni ustidan kulib tashlasa ham ha ne deb o'tiraveradiganlar ham ko'p. Ne deb o'tiravergandan keyin ustidan battar kulib, battar haqoratlab, so'kmasdan turib shunaqa yomon gapirishadi ular. So'kmasdan turib sizni g'ururingizga, sha'ningizga, millatingizga dog' tushiradigan koreyslar ham bor. Albatta yaxshi koreyslar ham bor, juda ham ko'p yaxshi koreyslar. Men yaxshi koreyslarni juda ko'p uchratganman, lekin mana shunaqa bu guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday, mana shunaqa vaziyatlarda juda ham qattiq bilim ketadi.